Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Salomlar sizlarga. Ko'rib turganingizdek, yana bir uy yonib ketdi. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a Amrobodda ro'y bergan. 2 kun bo'lgan joyi yong'indan. Bir oshxona gaz balon portlab ketgan. Gaz balondan chiqqan yong'in. Kontraktlar bo'yicha ham biri yong'in do'stlar. Hech kim boshini samasin. Hech kim boshdan tushmasin. Kontraktlar ham yongan. Birla fonni yonganamiz. Gaz balonundan yanıb dediler. Hech kim eshitmayapti, Xudoga shukr. Hamma maydonda bo'lgan, sirtda bo'lgan. Shuning uchun alam hech kim eshitmayapti. Kontraktlarni chiqarib qo'ydilar. Ko'p narsalari ustlari shifr bo'lgan. Hamma narsa chiqarib qo'ydilar. Hech kim eshitmayapti. Shuning uchun hozirroq 2000 ming turibmiz dedilar. Kimin ko'ngildan chiqqan bo'lsa, oilasini orttirib, sonataman desanglar, karton nomerlari qoldirib qo'yaman, xudo xolasa. Keyin ishonchli ham qoldirib qo'yaman, bemalol ko'rib turib, o'zlaringiz manzil so'rab turib, kelib o'zlaringiz qo'llanib berib ketsanglar ham bo'ladi do'stlar. Mana hech kim boshdan solmasin. Manzil aytdik, Ellikqal'a Amroboddamiz do'stlar. Shuni bo'lganman. Alam hech kim eshitmagan. Hech kim boshdan solmasin. Ehtiyot bo'lamiz do'stlar. Videoni ko'proq yerlarga tarqatib qo'yamiz.